Assalomu alaykum hammaga. Sizlar bilan bugun internetni portlatgan qozon tozalash usulini sinab ko'ramiz. Bizga kerak bo'ladi kirsovun, soda. Birinchi uchurda dazmollarimni qilib oldim. Uksus soldim, keyin gel soldim. Soda kamlikka o'xshadi. Ozgina soda bilan uksus quyib yubordim. Ikkalasini ozginaga qo'yib qo'ydim. Где-то 5 minut atrofida qaynadi. 5 minut qaynaganidan keyin shunaqa ko'pirib, lekin sochiqlarim oppoq bo'lib qoldi. Sochiqlardan keyin men mana shunaqa kuvshin dedim biza nima deb qo'yamiz, skоворodkani qo'shib qo'ydim. Bular где-то 20 minut atrofida qaynadi. Men o'ylagandim oppoq bo'lib qoladi, hali shundoq ham chiqib ketadi dedim. Niyat qarasam yaxshi bo'lmagan ekan. Yana 10 minutga qaynatgani qo'yib qo'ydim. Keyin chiqarib qarasam ko'tida ozgina oqaribdi. Qo'lini oldi ozgina oqaribdi. Qolgan yerlari вообще oqarmagan. Keyin ishqalasam chiqib ketar deb ishqalashni boshladim. Rasa ishqaladim o'zi ham. Chiqsang ham chiqasan, chiqmasang ham chiqasan deb rasa ishqaladim. Chiqmadi. Men bilan olishdim, u men bilan olishdi. Shunaqa qilib narigi skоворodkamni ham chiqarib oldim. O'rtada vtshkalarni chiqarib ularni ham tiqib qo'ydim, qaynasa o'lib yo'qolib ketar deb. Buni ham boshladim ajrach qilishdi, lekin bu ham chiqmadi. Chekasidan ozgina chiqdi. Uni ham majburlab где-то bunga ham 40 minut vaqtim shu yerda ketdi shekilli. Qilyapman chiqmayapti. Tagida ozgina chiqdi. Qolgan yerlari chiqmadi. Bu layfhak faqat dazmollarga, yog' bo'lganlarga, kiyimlarga yaxshi ishlar ekan. Ammo skоворodkam ichida ozgina yog'i chiqdi, tashqarida insi chiqmadi. Вообще chiqmadi. Shunaqa qilib men bu bilan o'tayam olishdim. O'xshamadi qizlar, vaqtinglarni ketkazmanglar. Bu layfhak bo'lmagan ekan. Men qayerdadir xato qildimmi, kommentariyaga yozib qoldiringlar. Где-то xato qilgan bo'lsam. Men o'zimga challenge qilib oldim. Xudo xolasa mana shu skоворodkani kuydirishsiz oqartiraman deb. Kuydirmasdan oqartirishga harakat qilaman. Qanaqa yo'llar bilan qilishimiz qoldiraman.